maqsadimiz ta'limni korrupsiyasiz sohaga aylantirish. Korrupsiyaga qarshi kurashishning asosiy prinsiplari qonuniylik, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarning ustuvorligi, ochiqlik va shaffoflik, tizimlilik, davlat va fuqarolik jamiyatining hamkorligi, korrupsiyaning oldini olishga doir chora-tadbirlarning ustuvorligi, javobgarlikning muqarrarligi. Biz korrupsiyaga qarshimiz. korrupsiya halollik va adolatga zid, jamiyat rivojiga to'sqinlik qiluvchi illatdir. Korrupsiya ildiz otgan joyda adolat quriydi. Korrupsiyaga yo'l yo'q, kelajak bizniki. Korrupsiya jamiyatning eng og'ir kushandasi. Korrupsiyaga qarshi kurash taraqqiyotning muhim omilidir. Korrupsiya bolalarning barkamol o'sishiga to'sqinlik qiladi va bilimsizlikni keltirib chiqaradi. Korrupsiyaga qarshi kurashish har birimizning burchimizdir.